3-avgust. Assalomu alaykum hammaga. Mana bizda navbatdagi ish kunimiz ham davom etmoqda. Jak M3 mashinamizga metan qo'yish ishlari ketmoqda. Blok управленияsi Pasico 24 ga 4. Italyanskiy Royal Farsunga qo'shilmagan ekan. Originali. Reduktorimiz X original reduktor. Euro zapravочница. Qo'shimcha miya qo'yib beryapmiz bunga. Dynamic. Zajigani ham rane pozni qiladigan. Bu mashinamizga, plastikasiz mashinamizga qo'shimcha miya hisoblanadi. Mana shu qo'shimcha miyani qo'ysangiz, mashinamiz yanada ekonomikroq, yurishlari ham xuddi benzinli bo'lib yuradi. Orqa qismiga 3 ta 30 talik balon qo'yib joylashtirib beryapmiz. Mana ustakalarimiz. Sen aka nechta balon qo'yilyapti? 3 ta balon qo'yilyapti. 3 ta 30 talik ana. Akkuratni qilib joylab beriladi. Bu tomonda jak pick-up mashina. Hali yechalmaydi buni. Jak mashinamizga. Bunga propan qo'yilyaptimi? Ha. Propan qo'yib beryapmiz. Bu jak mashinamizga 9 million 900 ga tushyapti. Hamma narsasi original, dynamic 330 talik balon bilan. Jak mashinamiz propan qo'yib beryapmiz. Bunga endi ish jarayonlari boshlanyapti. Xudo xolasa kollektorlarni yechib qo'yganmiz, akkuratni qilib propan qo'yib beramiz. Tomonda har doimgidek Legenda Cobalt ishlarga ketmoqda. Miyasi nima bo'lyapti? Stack miya Royal Farsunga X reduktorlar bilan ishlarga ketmoqda. Orqa qismiga 90 talik balon joylab beramiz. Bu mashinamizga 4 million 500 ming so'mga qo'yib beryapmiz. Bu jak mashinamizga 4-paketdan 4 million 200 mingga tushyapti. Kimga mana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilib kelishingiz mumkin. Har xil turdagi avtomashinalarga metan, propan o'rnatish xizmati mavjud bizda.